Sizningki kiyim kiyinish, yasanishga fikr beradigan, aralashadigan huquqi yo'q. Kim bu qat'iy nazar huquqi yo'q. 10 yılның aldida men mındaq yasanaman deb bir zopini chiqarsam, tuyuqsizlam xolib ketdi. Rasmlarimni ko'rib, do'stlar, bunday yaxshi inkaslarni berdi. Foundationsga yaqin chiqib, sizni bek yaxshi ko'rdim. Qo'ya. Jeje bu jendan. Menda bir qiz bola 10 yılның aldidagi chashpasingizni mening sinab baqim bor. Lekin men azroq semiz, bulamdi bulmamdi deb so'ragandi. Sinab baqing, qaga ishni o'ylashmang. Nima qilgingiz kelsa shuni qiling deb xatni yozib qo'ysam, ma'qulada men sizni bek yaxshi ko'raman deb xatni yozib qo'yibdi. Buni meshaga chiqarib qo'yay. Nurg'un qizlarningki yaxshi inkaslarni men bir-birlab o'qilabdim. Shoppingni men chiqarib bo'lgandan keyin bir narsani his qildim. Qizlar yana qizlarni bek qo'llaydi ekan. Hammamiz chiroyli, moda, go'zal narsalarga intildi ekanmiz. Ammo ba'zi qizlar o'zining o'ylig'ini kiyim kiyish orqali, yasanish orqali ishbaliy oladi. Yana nurg'un qizlar yasang'isi bor, g'ayri xushmaydigan chosh postonlarni sanab baqsa bor. Mundaq kiysam, haq meni bir narsa demo, andaq kiysam, ota-onam bir narsa demo deb andash bilan o'ylig'ini amalga oshirmaydi ekan. Eng oddiysi o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi kiygan kiyimini haq bir narsa deb qo'ysa, voz kechibdi ekan yoki haqi yo'l qo'ydi ekan. Shunga bugun mishada kiyim kiyish to'g'riliqqa sizlar bilan azroq mundashqim keldi. Bugungi mazmun shunda payza. Payza desam, endi shu mening hikoyalarim bor. Kichigidimdan tortib, nima qilsiz? Xayriy kiyim kiyishni yaxshi ko'rsiz. Ranglikni 40 yosh yaqin vaqtida ashtaq yasanib yuribsiz. 50 kiray deb qoldingiz, birdam chichingizni fonxonsi, birdam seriq, birdam bundaq naychasi. Anamda shu kiyim kiyish jihatda haqninki bergan baholariga va ko'nglimni yerim qilmayman. Chunki meningcha qanday kiyim kiyish degan bir odamninki eng oddiy huquqisi. U huquqni hech kimninki uni buni deydigan yo'li yo'q. Agar biz o'zimiz kiygan kiyimini kiyamisak, bo'ymoqchi bo'lgan sochning rangini bo'yamasak, haqninki gapidan qo'rqib mush ishlarni qilmay qolsak, bizning kelgusimizda yana nurg'un ishlar bor. Muyum tanlash kelgan chaqdimi, yana o'zingizningki o'ylig'ini qilamay yo'l qo'yib deb yo'l qo'yish bir sizga bir odat bo'lib qoldi-ku. Nurg'un narsalardan huzurlanmaysiz. Nurg'un o'zingiz tanlamoqchi bo'lgan yo'lni tanlayolmaysiz. Eng oxiri kim azob bo'ldi? Haqning ko'nglini deb o'zingiz azob bo'lsiz. Bu odam sizning ota-onangiz bo'lamdi, sizning do'stingiz bo'lamdi, sizning bolangiz bo'lamdi, hattoki sizning boshlig'ingiz bo'lamdi, sizning yo'ldoshingiz bo'lamdi. Sizningki kiyim kiyinish, yasanishga fikr beradigan, aralashadigan huquqi yo'q. Kim bu qat'iy nazar huquqi yo'q. Endi men o'sha gapni mushtaq qildim, balkim sizlar deysizlar, bu zopingni yo'ldoshingiz ko'rib qolsa xafa bo'lmamdi, ota-onangiz ko'rsa xafa bo'lmamdi, qiynatdingiz ko'rsa xafa bo'lmamdi deb xafa bo'lmaydi. Chunki ular meni hurmatlaydi. Men kichigidimdan tortib shunda erkinchoq bo'lganda, bunda mening opam yasanib yura, ranglik bundaq narsalarni kiya deb turdi-chu. Dodam 78 yosh kirib qoldi. Moda kiyimlarni kiyib dodam bilan ko'rishaverman. Shu uyamdagilar menga kuch bergandan keyin qanday kiyim kelsa shunda kiyaverdim. Sizga mazmunda men hikoya orqali o'zim kichigimdan tortib cho'ng bo'g'icha shu go'zallikka qanday intilgan, kiyim kiyinishni kimdan o'rgangan, 40 necha yosh vaqtlarimda tuyuqsizlan bir mezgilda moda yasanib ketganimning hikoyalarini sizlarga so'zlab beray. Yana necha yilda men azroq o'zimni tutilib, pek undaq moda yasanmay, normal undaq yasanib yurganim sizlarga hikoya orqali so'zlab beray. Shopping azroq uzun, lekin meningcha bugungi shopping nurg'un qizlarga qaylanadigan bir mazmun bo'p qilish mumkin deb o'ylayman. Meni guanju qilib, denzan qilib, shoppingni sho'lsan qilib, agar mushu gaplarni siz mening og'zim orqali haqiqatga yetkazib qo'ygingiz kelsa, yevasangiz bo'ladi. Men kichigimdan tortib, bak cho'may bir qiz bolachu. Garchi mening dadam opam, mening kichik vaqtimda ajrashib ketib, men cho'ng opamning qishida cho'ng bo'lib o'tirib, kichik vaqtimda dadam Shanxaydan moda kiyimlarni gap menga kiygizib, meni qo'nchoqdek yasab boshlab qiladi. Buni miyaga mening kichik vaqtimdagi necha parcha rasmimni es qo'ydim, sizlar ko'rib qinglar. O'sha vaqtlarda mushtaq moda do'ppilarni, zanjirlarni bo'ynimga taqab, ashtaq yuratdim. Endi dadam meni malikida yasab ish qanday jihatda kom qilmay cho'ng qilaman deb nurg'un kuchigan dadam menga. Tunji meningki mushu librimni endi meni davraga mening dadam menga aytgan. Bunda desam endi o'yinimiz qilmamdi ekan deb bunda demanglar, chunki cho'ng opam to'na ideya bo'lgandan keyin tushundinglarmi? Rahmat meni yo'gab qo'ygan. Bir qatam dadam sanjiga kelib, shu oqirimda qirsa, jup is qo'ygan oqlabda turdi. Animo bilan deganda hammammo. Shu shundaq Ashobishir degan cho'ng opam meni mushtaq oldin yo'yib qo'ymsan bo'lmaydi deganda desam dadamlar degan fushni ketdilar. Voy, bunda qilsam qanday bo'ldi bulam jura deb meni chanjida bir bayxo'shang deb batdi. Shetga ayolga deb, men o'lchab bundaq narsani ib beringlar, qizimga tanlab beringlar. Nurg'un odamlar deydi, "Nigar, sen baxtli." Men rost baxtli, chunki keyin dadam to'y qilib, opammo 8 yosh vaqtimda dadam opam bilan to'y qildi. Opammo shunda chiroyli moda bir ayol o'zing bo'lsa ko'rib, meniki mundaq yasansa, bolam undaq yasansa deb kiyimlarni ib berib, meni yasatlab yuradi. Cho'ng opam dam budurlarni qilib qo'yadi. Mening demoqchi bo'lganim, men kichigimdan tortiblar chiroyli yasan bolam, qiz bola degan go'zallikka intilib turib, mundaq cho'ng bo'lmasa bo'lmaydi deydigan mustaq oila cho'ng bo'lgan, erkin cho'ng bo'lgan. Tashiyoga kirgan chaqda, Shibiming Tashiyoda bir yil yuqa o'qigan. Buna miyada men Shibiming Tashiyodagi kiyimni chiqarib qo'ydim. Dedinglarmi, ma'u qarmajarni o'zim layilgan. Üttak yo'q u chaqda, iliq paypaqni qisqa üttakning tepasiga tortib turib, üttak ganjo chiqarib, mushundaq rasmlarni tushib, men o'chada maktabda men bek mo'didim. Tushuk ishdan bag'o, dong yozayku. Bir do'konga kirsam, tomga tushuk podong yozayku is qo'yib, ko'rib bilan vushumdan ketdimda, "O, buni kiysam degan, vahshiy payzi yarishdi menga" deb panch pul desam,
180 qo'y dedik. Uçaqda mening shunqo ferim 300 qo'y dedik. Men mush ishtanni kiymesem men o'lab nam qalaman deb baha talashib, oy so'ng Shangang deylayda andaq mundaq deb 120 qo'yga oldim. Bek esimdir. O tüşkni uzakuni kiyib maktabga bordimda, hammasi hayron qoldi. Ba'zi odamlar taxminan zangliq etib ketdi. Shu zangliq etgan odam keyin cho'qim xijilib qoldi deyman. O bijo lyunin 96-yili. Lekin o ishtanni kiyib tushgan rasmimni men topamdim, bu sizlarga chiqarib berdim. Hozirgacha mo'rg'o tush ishtanlar. Uçaqda dadam menga bergan 300 qo'y yetmay, kiyim kiyishga omroq bo'lgandan keyin men o'sha dagon qilib, keyin yana sizlarga so'zlab berman. Uni hikoyalarim bakchiq do'stlar. Men kichigimdan tortib cho'ng'icha ashta g'ayri nasni yaxshi ko'raman. Qaqmagan ishni qilgim keladi. Shuni bitirib, men harbiylik kirdim. Kirgandan keyin biz harbiy forma kiygandan keyin, forma kiymagan vaqtimizdami, qilgan xizmatimizga loyiq nas kiymasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi-da. Taq bu sumo, rangli ko'plarni kiyib, moda yurdim. Faqatki rasmlarni menga chiqarib qo'yay. Keyin Bernard tug'ildi. Bernard tug'ilgandan keyin o'zim undaq g'ayri burunqidek undaq kuajan kiyamagan bilan, lekin balamni vahshiy yasab etdim-da. Shuning bilan sizlar men rasmlarni ko'ringlar. Men bir yoqda Guangzhouda mal kirgizib, bir yoqda Bernard tarbiyalab, bir yoqda yana Naqsh MTVning ishini qilib, qilgan hikoyamni so'zlab beray desam, men menda yig'layman do'stlar. U yana bir ayrim hikoya. Keyin fursat bo'lsa deb berma. 4 yildagi do'konni ish buldikmi? Tavba bek modib ketdi, do'konning suvlari tushib ketdi. Shu bu chaqda men bo'ldi do'kon ochsam, men tutib olmayotganman deb maktab ochay deb maktab ochdim. Andan keyin ishlarimiz yaxshi bo'ldi. Moskva bo'lib qoldi. Moskvaning ishi bo'lgandan keyin maktablar taqilib ketdi. Qarzim bo'lib ketdi. U vishan qildi. Vishan qilgan vaqtida o'zimning tayli qilgan tandirim bor. Tandirimdagi qizlar, "Bu yerda siz bir yaxshi kiyim kiysiz jumo, biz buni uyt qo'ying" degan turibdi. Men o'zimni bir tishin qilaychi deb Guangzhouga berib, Siji Meishu deb hozir sizlar tekshirib baqsanglar bo'ldi. Maxsus mush kiyim kiyinish, dapay qilish, peyshilarni ishiltib, oddiy kiyimimizni moda qilishni, mushu qatorliq mazmunni men shu vaqtida 20 ming pul xashlab Guangzhouga berib o'rgangan. Men to'xtamay izlanib ishda o'rganish qilib yurdim do'stlar. O'rganish qilgan joylarda bek yaxshi o'qidim. Aniki yosho ham bo'ldim. Mening ustozim meni bek yaxshi ko'rib, Guangzhoudagi bek donliq Shijon Shijishiga tunishtirib qoldi. Bu Shijishi Guangzhouninki Shija Shijishi. Listimga chiqarib qo'ydim. O'zinglar berib tekshirib baqsanglar bo'ldi. Bu qiz bola Fransiyada donliq bir kiyim laylaydigan, da shuni o'qib, Shangnerninki burunqi Shijishisi Laofoye bag'u, shogirdisi bo'lib Fransiyada qolib qilib, Foye Jungoda do'kon ochgan chog'da bu qiz bolalar Jungo tushiga evitdi. Mushu do'konlarni boshqardi. Bu boshqargan joylanda o'z oldiga markasini qilg'isi kelib ketdi. O'zining markasini chiqardi. Markasini chiqarib bo'lgandan keyin nurg'un cho'lponlarga laylab berdi. Biz tunishgandan keyin bu qiz bola meni bek yaxshi ko'rdi-ku. Bu qiz meni azoq yetakladi, o'zining tushunchasiga akirdi, faoliyatlarga meni taklif qildi. Hattoki mening shu farzand tarbiyalagan joylarımdagi hikoyalarimni shundoq cho'ng-cho'ng sorunlarda hamda ishqamizda qo'dan adamlardi. Ammo ularning oldida hech narsa emas, lekin meni ashta sorunlarga olib borib, bolasini bundan tarbiyalagan joylarimdan so'zlab berdim, so'zlab bersam, nurg'un do'stlar bilan tunishgan bo'libdi-man. Ularmi meni yaxshi ko'rgan bo'libdi. O'zininki fabu qilgan Guangzhou Shizhongzhouda bu qiz bola ayrim bir o'zining uchun chansni qildi. Shu vaqtida menga bir to motor kiygan kiyimini sug'at qildi. U qiz bolami mening shu kiyim kiyinish, yasinish jihatda ochiq yo'llarni ko'rsatdi. Shin merimni yana bir daraja ko'tarib berdi. Kiyimini chiroyli kiyishmi u bir bek cho'ng unar. Shu odamlarning yordamida o'zimning tirishchanligini qilib, men shu bir mezgilda rasm chiqarib qo'ygan 10 yilning oldida vahshiy moda bo'lib ketgan. Shu muyut ashundaq. Bernanimi ashundaq shuvlar opirib, hattoki shu Shijishi bilan Berna ikkisini do'st qilib qo'ydi. Shijishi Bernaga shu chog'da ular bir kiyimini laylab sug'at qildi. Shu o'g'inish qilganim, donliq Shijishilar bilan do'st bo'lib, bular orqali o'zimning shingmeylarimni tigo qilganim menga bek cho'ng foyda bo'ldi. Chunki biz chiroyli g'ayri bir ko'rsam va deb yasinib yurgan holatimiz bilan muhim sorunlarga borgan chaqda ashning foydasini rost ko'ralaymiz. Hattoki siz o'ylamagan bir fursatlarga erisha olasiz. Qiz bolaga nisbatan mush kiyim kiyinish, yasinish bek muhim. Shu men qizlarga deyman, yasinib juringlar, yasinib juringlar, yasinib juringlar. Nima kiyginingiz kelsa kiyim, qanday yasaningiz kelsa ashta yasining. Haq nima deb qoladi demang. Chunki kiyim kiyinish, yasinish degan bizning eng oddiy huquqimiz. Buningga qo'l tiqadigan, uni deydigan, buni deydigan hech kimning huquqi yo'q. Ichimlansa bo'yab baqqan, xuysa bo'yab baqqan, finsa bo'yab baqqan, xonsa bo'yab baqqan. Hammasi mening kayfiyatim bilan bog'liq. Men xush bo'lsamlar, bu yoqqa bermang. Qanday kiyim kelsa shuni kiyman. Mening oilamdagi hammadan meni hurmatlaydi, to'g'ri tushundim, meni e'tirof qildi. Ma gaplarni qilganim hargizmi sizlarning oldinglarda po'pponlik qilib, mening uyamdagilar munda, shunga men mundaq emas. Men mushundaq erkin qo'yib qo'rqmay o'z oldimga cho'ng yiqila oldim. Qo'y Bernani, shu arzu armansini yetkazsam bo'ldi. Hozir qiyinchilik bo'lsin bo'pti. Mushu qiyinchilikni cho'qib o'talayman. Hozir pulimiz bo'lsin bo'pti. Avval bo'ldi inglizchaga tizimda bo'lam. Vaqt kelgan joyda bir gap bo'ladi deb shundaq yurakli, qo'rqmay yugashga eng oxiri bir natijani qo'lga keltira olganman. Albatta buning ichida mening ham tirishchanligim emas, oilamningki qo'lishi bor. Nurg'un attanlar deydi, xalqning bolasi anda. Sen nemishqa munda? Biz bolani erkin qo'yib atmay turib, biz bolamizga fursat bermay turib, biz birdam oni deb, birdam mani deb, hattoki bir kiyimi kiydigan huquqni bolamizga bermay turib, qanday qilib bu bola yurakli jamiyatga chiqib o'z qizg'isi kelgan, o'z intilg'isi bo'lgan ishlarga intilalaydi. Hattoki bir kiyimi kiydigan huquqni bolamizga bermay turib, qanday qilib bu bola yurakli jamiyatga chiqib o'z qizg'isi kelgan, o'z intilg'isi bo'lgan ishlarga intilalaydi. Bu kiyim kiyinish sizlarning ko'z qarashinglarda bir oddiy ish bo'lgan bilan qarshi tarafga besh cho'ng ish. Ani kiyman, mani qilma, anda shuyman, munda qilma deb o'zining mijozning
o'ritsizlar go'shingsini. O'ylagan ishni qo'rqmay qilamaydi, keyin deyamaydi. Sizningki yo'lingizga bo'ysunib ma'qul deydi. Keyin cho'ng-cho'ng ishlardimi haqqi bo'ysundigan, haqqi yo'l qo'ydigan, o'ylagan o'yim shu kallasida qilib qap qilib, tutiraman qilib baqaychu deydigan mundaq yurak bo'lmaydi. Kiyim kiyinish degan bir odamning eng oddiy huquqi. Bu huquqni talashmang. Ras, agar bir odam o'zining uchida kiydigan kiyimisigami ega bo'lamasa, yana haqninki uni buni deydigan gapni bika-bikadan anglasa, yana siz og'zingizni qichishib, "Bu bir shayxoniyada tushanda, jib mundaq kiyindika, jib andaq kiydika" deb o'zingizning o'y fikrini haqqa zo'lab tashlasangiz, demak, siz haqni hurmatlamadingiz degan gap. Siz haqninki huquqisiga aralashdingiz degan gap. Sizning aralashadigan huquqingiz yo'q. O'zingizning kiyimini kiyib oling. Haqning kiygan kiyimiga aralashmang. Bolamizningki kiyim kiydigan huquqini bolalarga beraylik. Meningcha, hamma odam o'ziga yarashadigan, o'zi yaxshi ko'radigan narsani kiysa, bu dunyoda, bu jamiyatda tag'im erkin yashalaydi. Hozirgi bisim azma. Biz o'zimizmi shu? Haq bir narsa deslam, bu dilar mundaq kiymaychu, anda deydikan. Bu dilar munda yasansam, chechimni munda bo'ysam, bu yana munda deydikan. Deb bizmi haqqa yo'l qo'yaversak, o'zimizning mana penjaganimizni haqqa qo'yversak, bugun kiygan kiyimimizni boshqurdi, erta sizning chechingizni boshqurdi, bugungi taqagan olqingizni boshqurdi. Eng oxiri sen nimishqa nafas qilsa deydigan ekan. Anandagi xizmatingizga aralashadi, to'yingizga aralashadi, muhabbatingizga aralashadi. Hayotingizdagi hamma muhim ishingizga haq aralasha oladigan, haqning gapi bilan sizning turmushingizning yo'li ashta ma'lum ketadigan bo'lib ketadi. Shunga o'zimizningki huquqimizni kiyim kiyinishdan boshlab qo'g'dab turaylik. Men 50 yoshga kirib qoldim. 48, kelajili 5-oyning 28i, men 49 yosh kirman. Mushu yishimdimi men yana go'zallik intilyapman. Arliqdan necha yil men o'zimni tashlavatdim haqiqatan. Nimishqa? Chunki maktablar taqilib ketgandan keyin haqniki qo'lda ishlab, jiq pulni yo'q rasga qilsam yasindiganga. Burun kiyimlarimni hammasi patmay, men samirib ketib, haqqa berib ketib, barnoninki o'qish pulini jamlayman deb ashtaq yurib ketdim. Lekin u vaqtlarda rasga qilsam moda chong taybi xav. Samirib, shunday bo'lib ketdim. Do'stlarim meni ko'rib, "Bu günnigar nim bo'ldim. Burun bek moda tongo" degan chaqda ko'nglim bek yerim bo'lib ketgan. Ammo men o'yladim, men hammani bir kuni o'rnimda o'qipaman. Yana burunqi günnigarning oltiga men yenib kelaman deb tirishdim. Oxiri mana bugungi mushu oltimni sizlar ko'rdinglar. Maqatimmi tutura, birsining salomatining sababisi cho'qim xanjoga, mushtaq yer kelib tinish, mushundaq hech qanday shil javob bo'lmay, o'zimni bir tanishgim keldi. Chunki mening uyqum faqat yaxshi bo'lmay ketdi-da. Shu miya gap shunday yaxshi tanishib oldim. Uyamdagilarni shu qo'llab bo'pti. Salomatga foyda bo'lsa, ashada xushal yurgan bo'lsa, bo'ldi. Bolalarga men qarab turay. Sen berib, "Chu-chu-chu disham so'dishchi" degandek kep mana bir oydan keyin men kayfiyatim shunday yaxshi bo'lib ketdi. U'r xiyolidim, chichimni mana shunda chiroyli yasab oldim. Bugun telefon qarab turib, bir rasmimni bir chiqib qo'yaychu. Sizlar bir ko'rib baqsin, qachon qarsa, Bernaning opisi shu var vaqirib siran xudunka bu deb jumusun. Sizlarning aydanglarmi bunda ilmiy, chiroyli, moda bo'lgan vaqtlarim bor. Endi men yana shu vaqtimni qaytadan izlab kelaman. Izlayapman hamda shu bir oyning ichida mening o'zgarishim bek cho'q o'zinglar ko'rdinglar. Maqatimga kelibmi, yangi jibo qilgan usullarni o'rganyapman. Jenshin qilyapman, yo'yingrimni boshlab oldim. Yana o'xshash miyada usul o'rgangan yerga berib usul o'rganyapman. Men 50 yosh kiraydim do'stlar. U hayzay aymay, hayzay jotan, u hayzay shu hayzay to'pozici. Sizlar ashundaq yosh turib, veshama, haq buni dislam to'xtab qilsizlar. Nimishqa ayman, baribir qilamayman deb yursizlar. Qilaysizlar. Cho'qim qilaysizlar. O'zinglar yaxshi ko'rgan kiyimni kiyinglar. Haqiqiy o'zinglarni haqqa ish bo'linglar. Masalan, haqsizni nimdaq kiyim kiydim, andaq siz nima qaram deb. Nima chaqtirgan? Mening erkinligim. U mening huquqim. Biz kiyimini haq kiyib bermaymiz. O'zimiz kiyimiz. Biz o'zimiz chiroyli yasab, aynakning oldida turib o'zimizga qaragan chaqda biz o'zimizni shundoq huzurlay olamiz. Sizning hayotingizni, siz qanday kiyimlarni kiyishingiz kerakni sizdan boshqa hech kimning armaydigan huquqi yo'q. Men otdanlar deydiganim, bolalarningki kiyimi kiyganga, qanday yasanadiganga aralashib olsanglar, bu kiyim kiyinish bilan ham ketmaydi. Hayotiningki nurg'un muhim tanlashga kelgan chaqda, ayni vaqtida sizga bo'ysungandek haqqi bo'ysunib qol. Balkim haqqi bo'zak bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu dunyoga biz bir qitimlam kelamiz. Xushal yashaylik, chiroyli yuraylik, uruqlaylik, yigimiz kelsa yeylik. Samirgan vaqtida shu simiz qizlar yarashadigan narsalarni kiyaylik. Men mashta jugan, namsang samirib ketgan vaqtimdami, abay dedim, bak undaq moda kiyimlarni olamisanmi, o'zimga yarashadigan, azam bo'lsa-mu, ish qilib o'zim yaxshi ko'radigan narsalarni kiyib yurdim. Boshqa yerini yasamsanmi, chichimning rangini o'zgartib, o'zimni xush qilib yurdim. Shu go'zallik narsalar menga kuch bermasa, o'ylab boqaman, men nechqancha qildimay. Bugun yana o'rnimda qo'yib miyada turib sizlarga so'zlayapman. Mushlarning hammasi go'zallikqa men to'xtamay yana izlanib, intilib, mushu yugunib, menga bak cho'ng kuch berdi. Eng oxiri sizlarga deydiganim, men hikoyam tugimi deysizlar. Nurg'un nazmunlarni tayyorlab qo'ygandim, lekin bir shipingda undacha gaplarni deb bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. O'tganda men qarsam bir setaxi o'zining qizini ashak o'ttag'iz qo'yib, "Bolam, obaychilik qilmagan kelgan qizlarni ko'rdingizmi? Men ash qizni ko'rgan chaqda ko'zimga degan shunda bir sat gapni qildi ham deydi. Hozir deyamayapman. Ashtaq narsalar ko'rinib ketdi. Deganda, ashni ko'rib men hayron qoldim. Pyongyang chida nurg'un otdanlar qo'llab ash xatlarni yozib ketdi. Ey qaysi zaman? Bugun haqning o'shu kelganini ko'rib, ko'zanga unda mehnat nas ko'rinsa, ko'zanga unda g'ayri nas ko'rinsa, atriki haqniki bo'ynini ko'rib, ko'zanga yana bir g'ayri nas ko'rindi. Shundami? Bo'ynini ochib qo'ydi. Nimishqa go'ling nas kiymaydi deb bir zoping chiqarsa, shundami? Yana 2 kundan keyin nimishqa yuzini grim qilib, ma chochlari bilan yuzini to'sa olmaydi deb yana bir gap chiqandi. Anga nima qilmoqchi? Sening ideringda chatoq bor. Mush to'g'riliq men bek so'zigim batdi, lekin men marshipingda azroqni qistirib qo'yay. Yana shu mazmun to'g'riliq anglag'inglar bo'lsa, inkas rayonga yezinglar. Men kelak shipingda sizlar bilan finshan qilay mush to'g'riliq. Ammo mening miyada deydi
aytadiganim, inkas rayonga aş adamni qo'llagan ota-ona sizlar to'g'ri yo'lda xat yozmayapsizlar. Hozir qaysi zaman gap bo'lsa, mushunchalik bo'lar. Askartib qo'ysam, mushunchalik bo'lar. Zamonga moslashib yashaylik, ma'qulmi? Iqimni deb, qalaymaqqan so'z degan adamning keyniga agishib, balanglarga undan narsalarni evitib, balanglarning ichini siqmanglar. Chunki u adamning degan gapi 100% xato. Agar aşı temini yana cho'nqur so'zlasa, bu nega boradi? Chunki kiyim kiyinish degan hammaning erkinligi. Kiyim kiyish to'g'riliq. Mendan taklif fikr so'rasanglar, ballarninki kiyim kiydigan huquqini ballar qaytarib beraylik. Chunki u bir adamninki eng oddiy huquqisi. Nasılsa bugungi mazmun shekchi bo'ldi. Pingunchilik ko'rshamdi. Hay xo'sh, kelaqadimki shippingimda sizlar bilan yana davomli mush temada paralashamiz.